Assalomu alaykum, rahmatullohi barakatuh. Qadrdonlar, sog' salomatmisizlar? Range Roverlarning turishini qaranglar. Kim niyat qilgan bo'lsa Alloh yetkazsin. Range Rover P400 HEC toza 26 Santarino Black, ichida Burgundy. Bitta tanishtirib o'taman. Mana bu podiumda turishini qaranglar. Buni oldinroq ko'rsatmaganimning ham sababi bor. Buni o'zimiz yaqin akamiz borlar. Jasur aka shef mashinalar keldi kecha. Mana hozir yuvib tozalab qo'ydik. Inshaalloh hujjatlar tayyor bo'lyapti. Nasib qilsa ertaga ortib olamiz. Bugun dokumentlari chiqadi. Keyin Hayot akam kelganlar. Bitta Hayot akamga ham Range Rover olamiz. Xudo xolasa mana hozir ularniki ham kelgan. Uni keyinroq. Xo'p, qadrdonlar, Xudo xolasa nasib qilsa, Alloh beraman desa hech gap emas. Birlashgan Arab Amirliklaridan bugungi kunga, hozirgi kunda 4 ta Range Rover sotganmiz. Bitta avtobiografi, 3 ta P400. P400 dan ichi o'sha Burgundy rangli ko'jali, ya'ni anor ko'jaligi 3 ta sotilgan. Bitta avtobiografi Alisher akamga Toshkentga sotilgan. Bu ham Toshkentga ketyapti. Bittasi Samarqandga Bekzodga. Xudo xolasa uni ham albatta videolarini bo'lib qo'yib beraman. Keyin mana Xudo xolasa Hayot akamga. Hayot akam ham kelganlar. Olib ketamiz, shu 4 ta mashina yig'ib beraman. Xo'p, Alloh xayrli barakotli qilsin. Kelinglar, shassi nomerlarini ko'rsataman. Har bittasini shassisi bilan qo'yib boramiz. Mana inshaalloh toza 26 bo'ladi. Buni oldinroq qo'ymayotganim sababi bor. O'zimizda bir erkatoy akamizga ketyapti. Jasur aka, mana omonatlari Vidijdo parok, ya'ni elektronik paroklar bilan zavod bo'ladi. Russkiy tekstlar, ya'ni ruscha menyusi ham bor, ya'ni menyuda rus tili bor. Xo'p, mana bismillah. Alloh hammamizga yetkazsin. Mashina sveji yetib keldi. Hozir kaltini olib chiqsa, bay. Hozir skip qilamiz. Videomiz oshib ketmasa bo'ldi. Mana. Hozir tilga kiramiz. Bay. Qani, ol. Hozir language ga kiramiz. Mana keyboard, mana hozir. Mana ketdi. Mana ishda rus tili bor. Bay. Kun yonib tisib ketdi mana. Rus tilida turibdi. Xo'p, Alloh xayrli barakotli qilsin. Imina mana shu Burgundy ko'ja rangidan 3 ta bo'ldi. Xudo xolisa bittasi yana qaytarganimdek Bekzodning mashinasi. Samarqandlik o'zim mukamiki, uni ham qo'yaman. U ham P400. Mana shunaqa elektronik paroklar bilan zavod, elektronik parok zavod o'zi menyuda ham ko'rsatadi. Xudo xolisa mana inshaalloh Jasur aka, Alloh xayrli barakotli qilsin. Shefga telefon qilib qo'yasiz. Ma'ro bo'lsa. Shef, mana Xudo xolisa bugun kechqurun sizlar dokumentingiz tayyor bo'ladi. Xudo xolasa ertaga ortaman, indinga Bekzodnikini ortamiz. Keyin avtobiografim shanba kuniga yetib keladi. Keyin Hayot akamning mashinalari bor. Uni ham birin-ketin qo'yaman. Qadrdonlar, aloqadamiz. Kim niyat qilgan bo'lsa, Alloh yetkazsin. Mana inshaalloh. Podiumda turishini qaranglar. Mana sveji Range Roverlar 26lar kirib kelyapti. Ichidan tanlab o'zimiznikilar chiqaryapman. Tormozli sistema. Brembo 23 diskalarda turibdi. Mashalloh.